Diqqat aholiga tezkor xabar. Barcha ota-onalar diqqatiga. Fevral oyining oxirigacha O'zbekistonda bepulga amalga oshiriladi. Barcha ota-onalar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Sanepidemiya qo'mita axborot xizmatining ma'lum qilishicha, joriy yilning fevral oyi oxirigacha O'zbekiston bo'ylab davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari grippga qarshi bepulga emlanadi. Qayd etilishicha, 520 ming doza grippga qarshi vaksina davlat mablag'lari hisobidan xarid qilinib, hududlarga yetkazib berilgan. Shuningdek, emlash bolalarni pnevmoniya, bronxit, otit kabi og'ir asoratlardan himoya qilish, shuningdek, bog'chalarda ommaviy kasallanishning oldini olishga qaratilgan. Emlash jarayonlarida bolalar avval shifokor ko'rigidan o'tkaziladi va sog'lom deya topilgan tarbiyalanuvchilar grippga qarshi emlanadi, deyiladi xabarda.